Zafar aka, men sizdan doim bitta narsani bilmoqchi bo'laman-da. Qani, bitta ustani ish joyida shuncha instrument. Bularni vazifasi nima? Nechil turadi? Keling, bugun bitta menga shularni obzor qilib bering. Bo'ldi, men sizga obzor qilib beraveraman. Qani? Faqat narxlarni eshitib cho'chib Mana bundan boshlaymiz. Bu termokamera platadagi issiqlik xaritasini kompyuterga ulab ko'rsatib beradi. Qayerda zamikaniya borligi, necha gradus qizyapti. $500-600 atrofida turadi bu narsa. Bu tester, hamma biladigan platadagi o'sha elektr manbalarini o'lchaydigan tester. Buni o'zi $100 turadi. Bu originali. Bu ham xuddi shu testerni ozgina zamonaviyroq varianti. Bitta ekranda elektron ko'rsatkichlarni ko'rsatib turadi va bu ko'rsatkichlarni kompyuterga ulanadi. Bizda dars jarayonlarida bu narsa juda ham qulay, tekshirilayotganda qarshiliklarni to'g'ridan-to'g'ri katta ekranda ko'rsatib turish mumkin. Bu blok pitaniyamiz. Blok pitaniya bu telefonni platalarni ulab turib, ertaga потреблениyalarni o'lchash, zamikaniya bormi, qanaqa yonyapti. Bu $300 turadi. $300 separat. Bu fen platadagi mikrosxemalarni ko'tarib qo'yish uchun ishlatiladi, gradusda qizdiriladi. Bu fenimiz ham $350-400 atrofida turadi. Bu telefonlarni remonti tugagandan keyin yopadigan iPhone telefonlarini yopadigan instrumentimiz. Mana bu yerda обратный счет ham ketadi. Yopgandan keyin bu zavod standartida yopib beradi. Apple o'zidan sotib olingan qimmatroq $800 ga olganmiz. Bu mikroskop. Mikroskopda ham har xillari bor. Bu $600 turadigan mikroskop. Ustida kamera ulangan. Bu kameradan HDMI orqali televizorga uzatilinadi mikroskop tagidagi jarayon. Bu komplektda bir $700 ga turadi kamera bilan mikroskop. Mana bu eng qimmat narsamiz. Men oldin ham sizga ko'rsatgan edim buni. $3000 ga Apple kompaniyasidan sotib olganmiz. Bu telefonlarni ekranini va orqa krishkasini zavod standartlarini buzmagan holatda ideal ochib, yopayotganda ham qizdirib beradi. Yopishga mana apparatda yopiladi. Bu separator. Ya'ni telefonlarni oynasini yechayotganda, obodoklarni ko'chirayotganda qizdirish uchun ishlatiladigan pechka. Bu $120 atrofida turadi. Bu oyna almashtiradigan apparatimiz. Bu yerda vakuum, oynani bosish ishlari shu apparatda qilinadi. Bu $550 turadi. Bu changlarni o'ziga tortib oladigan xona minisi faqat. Ya'ni shu ekranga oyna qo'yilayotgan paytda uni orasiga changlar tushib qolmasligini ta'minlab beradigan instrument. Bu $60-70 turadi, qimmat turmaydi. Bu yerda mana GCID apparatimiz bor. GCID bu ustalarni sevimli apparati, chunki bu narsa orqali juda ham ko'plab ishlar qilinadi. Displeylarni seriy nomerlari ko'chirib o'tkaziladi. Batareyka, hard, Wi-Fi juda ham ko'p funksiyasi bor, даже antennani tekshirsa bo'ladi. Bu $500 atrofida turadi, lekin buni mana bunaqa nasatkalari bo'ladi. Har xil vazifani bajaradi. Masalan, men iPhone 16 nikini biz olib keltirdik. Bu $50 dan boshlab tepaga ketadi. Mana bu hardlarniki $100 atrofida. Mana bular bo'lsa soketlar. Bularning vazifasi ikkiga ajratilgan platani, iPhone'larda hozirgi chiqayotgan platalar hammasi 2 qavatli va nimadirni remont qilish uchun ikkiga ajratish kerak. Endi o'sha remont qilganingizdan keyin u narsa tuzaldimi yo'qmi tekshirish uchun yana unga oyoq qo'yib turib, platani joyiga qotirmasdan turib tekshirish imkoniyatini beradigan instrument. Bu juda ham muhim. Har gal oyoq qo'yib yopmasdan mashinaga qo'yib turib telefon yoqiladi, o'sha ishlamayotgan funksiyasi tekshiriladi. Qachonki o'sha tuzalganiga masalan ishonch hosil qilgandagina keyin plata yig'iladi. Bu narsa ham qimmat turadi. $200 $200 turadi.
har bitta modelniki alohida bo'ladi. Hmm. 15niki, 16niki, 14, 13 bitta seriyaga bitta saket bo'ladi, $200 turadi. Ya'ni shunda har bitta model uchun alohida sotib olinishi kerak. Alohida sotib olinishi kerak. Mana bu narsa nima? Bu EEPROM apparat. Aha. Bu narsa telefonlarni platasida EEPROM degan kichkina mikrosxema bo'ladi. O'sha mikrosxemadagi ma'lumotlarni o'qish va yozish uchun ishlatiladigan EEPROM programmator. Bu $200 turadi. $200. Xo'p, hozir mana shu yerda o'zida bir menimcha $10,000 ga yaqinlashib qoldi summa. Bitta ustani ish joyida shuncha apparat bo'lishi shartmi shunda? Yo'q, shart emas. Bu уже qanaqadir professional darajaga yetganda yig'iladigan instrumentlar-da. Masalan, xuddi mana shu fenni $350 ga masalan biz olgan bo'lsak, $50 ham bor-da. Xuddi shu vazifani bajaradi, xuddi shu gradusni beradi, qizdiradi. Masalan, men blok pitaniyani ham bu $300 ga bo'lsa, $70 ga bor, $100 ga bor. Ular ham xuddi shu vazifani bajaradi. Bu qimmat instrumentlar qachon olinadi? Qachonki usta o'zini tajribasini orttirib, o'ziga pozvalat qiladigan joyi bo'ladi-ku, yaxshi narsaga o'zini ravo ko'rishni boshlaganida instrumentlarni ham yaxshisini yig'ishni boshlaydi. Sababi yaxshi qimmat instrumentlarda ishlatilayotgandagi olinadigan kayfi u oddiy instrumentlarga nisbatan juda ham yuqori bo'ladi. Uni shu sohada ishlaydiganlar tushunadi, qadrlaydi va qimmat deyotganingizga yana bitta narsa aytaman. Bu qimmat, lekin sotilyapti, olinyapti. Bu degani nimadan dalolat? Ya'ni shu sohada ishlab, pul topib, shunaqa instrumentlarni sotib olsa bo'ladi. Shunaqa urovengga chiqsa bo'ladi degani. Lekin boshlanishiga aytaman, bir $500-600 instrument bilan ham ish boshlasa bo'ladi. Qo'rqib ketmaydi, bu hamma uchun emas, bu instrumentlar. Zo'r. Rahmat sizga, hamma narsani bilib oldim. Rahmat Zafar aka. Sog' bo'ling, ishlaysiz.